Assalomu alaykum yurtdoshlar. 100 moto do'konining podpischiklari, Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumanidagi 100 moto do'konimizdan samasvalli, 5 samasvalli, 2 tonnali murabiy kvadrosikllarimizda mana hammasi pashtuji yig'ib tayyor bo'ldi. Sotuvga chiqadi. Kelaverasizlar, xudo xolasa bitta partiyani, bir donani Toshkent viloyatiga ham chiqazib yubordik. Akalar kelaverasizlar. Hammasi yig'ildi, hammasi tayyor. Kelaverasizlar. Samasvalli pol kabinali kvadrosikillarimiz narxi 46 million 800 ming so'mdan chiqyapti. Biz samasvalli murayimiz 43 million so'mdan, kvadrosiklimizda 43 million so'mdan chiqyapti. Akalar, vaqti baquvvatida mashinasidan ramalari ham oldingiga nisbatan ancha qalinroq profildan qilingan, mashina qilib yasalgan. Sababi nasosda ko'targan paytda ramalari qiyshayib ketmasligi uchun qalindan qilib yasattirdik. Xo'p, plus mana sal anaqasi ham orqaroq cho'zilgan, sal uzunroq qilib yasalgan. Balonlar har doimgidek balonlarimizning razmerlari mana 25 10 ga 12 balon. Orqasi enli, oldi sal kichikroq bo'ladi. Mana 25 8 ga 12. Demak 25 8 12 balon bo'ladi. Xo'p, akalar, oldin sotgan oldingi partiyalarimizni odamlarga, klientlarimizga juda effekt beryapti. Juda kutganimizdan ham a'lo darajada chiqyapti. Shuni hisobiga yana partiya chaqirdik. Samasvalli variantlaridan ham bor. Akalar, kelaverasizlar. 100 moto do'konida hamisha sifatli va arzon texnikalarni xarid qilasiz. Manzilimiz Yakkabog' Shahrisabz trassa yo'lida, orientirimiz Mevazor mahallasi, ixtisoslashtirilgan Prezident maktabi ro'parasida.